Hop, 2 oyda atrofida bo'lyapti mana chekish tashlaganimga. Bu vaqtda nimalar o'zgardi? Qarang. Bitta ma'lumot o'tib qoladi sizlarga. Birinchi o'rinda hid bilish qobiliyati kuchaydi, hid bilish, burunni hid bilish. Ikkinchi o'rinda любой время tahorat bor, xotirjamchilik. Uchinchisi yana bir narsa, uverenlik. Birov bilan gaplashayotganimda uverenman, og'zim sasimayotganiga uverenman. Bilasizlar, chekuvchi odamni, любой odamni og'zini chayqab bir narsa yeb olmaguncha sasiydi. Iloji yo'q, u tan olaman, u chekkanimni tan olganman. Keyin bu narsani tashlashni yo'lini o'rgating desalar, yo birada kommentariyada belgi qoldirsalar, men lichkalaringga o'zlaring yozaman kerak bo'lsa. Bu komment uchun emas, bu prosta maslahat, yaxshiligim tegib qoladi. Xo'p, oson bo'lmadi. Bu tashlashni o'zi oson bo'lmadi, lekin erkakmiz. Ras niyat bo'ladigan bo'lsa, tashlaymiz. Bu narsani yomon qiliqlarni, yomon odatlarni tashlashdi. O'zimiz qo'limizda. Prosta niyat bo'lsa bo'ldi. Sog' bo'linglar. Bu video kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Hammaga rahmat.